O'zing bilan bitta she'r yopib kelmabsan-da. Bitta o'zing shuncha ish qila olasanmi? Aka, 2 kishining pulini o'zimga berasiz, hammasini o'zim qilib beraman, ko'nglingizdagidek. Menimcha qila olmasang kerak. Agar qila olsang, 3 kishining pulini beraman. Sen tog'dan kelib turib nima deb o'ylayapsan? Ishonsonmi? Qilcha bo'pti, ko'ramiz. Aka, abit vaqtim qo'ygandi. Kelasizmi? Aka, kela olmaysizmi? Bo'ldi, o'zim amallab nimadir yo'llarim, aka. Assalomu alaykum. Mana. Bo'l, telefonni bering. Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Aka, 1 million qarz bo'lgan bo'lsa, suvdan bugungi ishqorim 500 ming tashlab beraman, ertaga 500 ming tashlab beraman, ishlayapman aka. Ha, pul olaman bugun aniq. O'chirib ketib qolmang, uydagilar qiynalib qolishmasin suvsiz. Mana bo'pti. Mamet ikkita chala ishlar qolib ketibdi-da. Ha, mayli. Kartanet 150 ming pul tashlab beraman. Ishingga yarasha. Aka, siz aytgan hamma ishni qilib bo'ldim. Bu yerda o'zim qo'shimcha bekor vaqtimga qilib qo'ydim. Siz bilan kelishmaganmiz. 3 kishiga pul beraman degandingiz. Hech bo'lmasa o'zimda 2 kishining pulini bering, beradigan joyim bor edi. Faqat birovning haqidan qo'rqing. Menga qara. Gapirsam ishonverasanmi? Sen bo'lmasang boshqa usta ham olib kelib qo'yardim. 150 ming pul topish o'zi bo'lmayapti. Senga pul berdimmi? Xizmatingga yarasha pul berdim. Bor ani, yig'ishtirganda ket bo'ldi. Aka, shu 150 mingdan bermay qo'ya qoling. Men ishlagan haqqimga roziman. Birovning haqqi baribir teshib chiqadi. Oldin 40 yilda qaytsa, hozir 40 mingdan bormayapti. O'rtoq, yuborgan usting 5 million deyapti. Sal kelishtirib ber, o'rtoq. Telefon qil. Halakatga o'rtoq, ko'rmaysam hozir bo'lib turgan narsa. Ha, xayol bilan bittasini orqasidan yetib oldi. Gaplash, iltimos. Birovning haqqi baribir teshib chiqadi. Oldin 40 yilda qaytsa, hozir 40 mingdan bormayapti.